Oyijonlar, mana hozir bizga ko'rikka bitta yoshgina ayol keldilar, yoshgina qiz. Prosta ko'llari aynayotgani uchun, mazalari bo'lmayotgani uchun holsizlanib ketyapman deb kelibdilar. Mana ko'rsak, homiladorlar. Vaholanki ular hali turmushga chiqmagan ekanlar. Studentman, opa, birinchi kursda o'qiyman deydi. Bu turmushga chiqmagan bo'lsangiz, qandoq qilib desam, bir xato ish qilib qo'ydim, shuni oqibatida deyaptilar. Egizinglar. Endi u yigitga turmushga chiqing desam, yo'q, men chiqolmayman, ular ham hali yoshlar, endi maktab bitirganlar deyaptilar. Mana shu holatda kelib ketdilar. Ko'ryapsizlarmi? Ikkita egizinglar bir xil o'sishyapti. Juda chiroyli holatda o'sishyapti. Lekin mana shunaqa holatda hozir oliraman deb chiqib ketdilar. Qizlarimizga juda ham ehtiyot bo'laylik, onajonlar. Qizlarga juda yaxshi qarashimiz kerak. Mana shunaqa holatlar